Atiga $179 evaziga iPhone 11 Pro deb nomlangan modelimiz. Xotirada 64 GB, batareya yo'nqishi 75%. Faqat batareya foizini ko'rsatmas ekan. Tepada bilsanglar, batareya foizini ko'rsatadi, o'sha narsa ko'rsatmas ekan. Nima sabab deydigan bo'lsanglar, bunday oqshom qilsa bilinib qoladi. Mana shu yerda qora dog'i borligi sababli ushbu telefonimiz arzonga berib yuborilyapti. Boshqa hech qanday aybi nuqsoni yo'q. 64 GB xotiraga ega, batareya foizi ham 75%, o'ziniki radno alishmagan batareya. Boshqa hech qanday aybi nuqsoni yo'q. 30 kun davomida garantiya qilib beriladi. Imikalar ro'yxatdan o'tgan albatta. Bonusiga bitta stiklopda chexol berishimiz ham mumkin. Manzilimiz Namangan shahar, Texnopark 84-do'kon. Agar siz boshqa viloyatda bo'ladigan bo'lsangiz, sizga pochta orqali dostavka qilib yuborishimiz ham mumkin bo'ladi. Qizig'ini tezda aloqalashib qo'yinglar. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz. Yangilar ekanda, atigi 3 kun ishlabdi. Atigi 3 kun ishlatilgan Honor X9 5G telefonini sotuvga qo'ydik. Korobka, dokument zaradi, hamma narsasi o'zida mavjud. Telefonimiz holati yangida, zavodskiy plyonkalari ham olinmagan. Ikkita simkada podeshga qiladi. 30 kun davomida garantiyasi bor. 1 yillik servis garantiyasi ham mavjud. Ushbu telefonimizni $278 ga berib yuboriladi. Kimga qiziq bo'lsa tezda aloqalashib qo'yinglar. Agar siz boshqa viloyatda bo'ladigan bo'lsangiz, sizga pochta orqali dostavka qilib yuborishimiz ham mumkin bo'ladi. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz. Mana bu go'zallikka bitta e'tibor berib qo'yinglarchi. Poco'ning X3 Pro deb nomlangan modeli. Juda ham ideal holatda saqlanib qolgan ekan. Buni olgan egasi uyiga ishlatmasdan olib qo'ygan shekilli, bilmadim buni qanday bunday holat saqlab qolish mumkin. Xullas, mana shu telefonimizni sotuvga qo'ydik. Xotirasini ko'rsatib o'taman. 8 ga 256 GB. PUBG'chilar uchun sevimli bo'lgan ushbu apparatimiz PUBG'da 60 FPS qo'llab-quvvatlaydi. Shu sababli serxaridor, bozor chaqqonmagan telefonlarimizdan bittasi. Narxi necha pul deb qiziqqanlar uchun $115 ga berib yuboriladi. Kimga qiziq bo'lsa tezda aloqalashib qo'yinglar. Bunaqasi faqat bir dona.